Bitta shunaqa holat bo'lgan, bitta keys keldi, bir ayol hamma narsani gapirib beryapti, ha, norma ketyapti manda. Toki oxirgi mana уже konsultatsiya tugashi kerak, 1 soatlik konsultatsiya bo'lsa, bir 55-daqiqasiga kelganda aytyaptiki, shu erimni zaharlab o'ldirib qo'ysa nima bo'lar ekan, deyapti. Joyda mana 5 daqiqadan keyin bemor chiqib ketishi kerak xonamdan. 5 daqiqa qolganda aytyapti, shu erimni o'ldirishni zaharlasammikan yoki nima qilsamikan, qaysi yo'lni tavsiya qilasiz, deyapti menga. O'shadan boshlab men yana qaytadan konsultatsiya qilishni boshladim. Chunki biz buni paranoid fikr deymiz. Ya'ni vasvasa g'oyasi miyasiga o'rnashib qolgan, erim menga kun bermaydi. Umuman erimsiz hayot menga yaxshi bo'ladi. Bolalarimni, ya'ni yaxshi ota emas, yaxshi er emas, har doim zulmkor degan fikr o'rnashib qolgan. Aslida er o'tiribdi, ayolini olib kelgan, birga olib kelgan, ayolini sog'lig'i haqida g'amxo'rlik qilayotgan erkak. Biz er xotinlarni ikkalasini ham ko'ramizda va bu vaziyatda er ruhiy sog'lom. Ayolda muammo bor va shu yerdan boshlab biz o'sha og'ir tashxis, ya'ni paranoid sindrom deb tashxis qo'ydik va kuzatuvda keyinchalik shizofreniya kasalligi kelib chiqdi.